muhtaç emasman namertlerge hiç. Agah bulsan mu sirin hikmat. Uskan yarmaz nadan namertler hergiz. Yığlap gözümde yaşla kurutma. Uskan yarmaz nadan namertler hergiz. Yığlap gözümde yaşla kurutma. Yığlap gözümde yaşla kurutma. Kovancı ağa. Kim o? Acayip uzun paranlaşıp kettiniz. Ha? Gel kılan ha? Gel kılmaysız o. Hı? Babtık gel kılasınız. Sizge deydigan gepim maddi başlaq. Oturuptan? Ördürüp desem bo'laverdi. Men Riyad to'g'risida ba'zi bir gaplarni deydigandim. Tashqi guruhimiz men ayni vaqtda intayin cho'ng orzular bilan aran kelgan guruh. Lekin guruhimizdagi xodimlar intayin istidodli. Lekin shu ba'zi ishlar guruhimizning obro'yini hem obrazını yere vurup koyuş mümkün. Riyad o... Yaxshimisiz başla. Buldu başlıq, əmisi mən siz buyurğaçlarını hazır çıxıb qıydayım. Bir iş var mıydı? Ha, taza bir yap vaxtıda kirib qaldım o başla. Məllərdən fikirləşib atqan. Hər qancha iş bo'lsin, ishni chekib kirishni bilmamsiz? Aldırapla kirib qaldım başla. Şu tartıq qulağım munbarda bir faoliyat uyushtiray degandim. Shu bütün vakolatchilarni chaqirib, siz buningga qanday qaraysiz? Uni ijro boshqarish sistemasiga yozsangiz da bo'lmadimi? Shu siz bilan ayrim paranglashaydi deb kirgandim. İşte ayrım paranlaşılan işlerinin ait iditlik sistemini beceriş için barlık keltirgen sistem var. Siz bir şirket mesulü. Aşınçılık işlerine ehemmiyet vermemisiniz? Ben dikkat qilay başlab. Sizga deydigan ba'zan bir gaplar batdi. Lale doğruluk mu? Ko'nglimni tushundigan bo'lib ketibsiz başlab. Bu gaplarni keyin deyishaydi. Siz chiqib xizmat o'rningizni bo'shting. Bu plandan biri masal chiqdimi başlab. Albatta. Cho'qim Lola men uni ishdan bo'shatganligimni bilib, oldin ola kirib o'zining yo'lini ichib olgan gap. Siz men bilan qanday xususiyat paranlashyapsiz? Bu tashqi guruhining ish bajarish usulimi? Qachondan boshlab mushtab bo'lib ketdinglar? Men tuzumga bo'ysundan boshlab. Lekin kimning ekanligini bilib olsammi bo'ladi.
kimligi muhim emas. Albatta siz bilasiz. O Sübi. Albatta. Unda olsa pek yaxshi o'g'dek boshlab. Men pek xush oldum. Men hozirla chiqib Sübiga ishxonamni bo'shatib beraman. Emas men chiqdim boshlab. Bir stakan çay koyayım da. Yana bir stakan. Bu yer kep qapsizg'u. Bu yer mos kelmaydi-ku deyman sizga. Subini izlab kelgandim. Nima qilyaptingiz? Uni mozduray deganman. Uni ba'zi bir ishlarni xabarda qilmoqchi. Yana kelib Subi bilan yarashib qolishida unga yordam qilay degan. Bo'ldi qiling Lala. Bugun maktabga kep qapsiz. Bundan lekin boshqalarga hargiz men Go'zal Nurxonning maktabi tarbiyalangan deb yurmang. Hammasini o'zining bir yo'li bor maldan. Men Subini o'z bilan bir ko'rshay degandim, biroq uning telefon hisobini telefoni faqat olmadi. Endi o'g'ani nimaga ko'rishyaptingiz? Siz bilan necha qatim ko'rishib qanday tinchi bo'ldi? Tas qapsiz uni boshqa o'g'illar tunishtiryaptili. Sizni men shunaqam qilamanmi? Kim qilmaydi deb kafolat berolmaydi? Siz meni to'g'ri tushunmayapsiz malum. Maylarki mening deyishdan qat'iy nazar men bunday ishni hargiz qilmayman. Onun ustiga men hamma tushunib bo'ldim. Men o'zimning eng yaqin do'stim mushtaqim qilamanmi? Men pul lozim bo'lgan chaqda men mush yo'lga menib qoldim. Endi o sizni izlaganda nima ishga yaxshiroq paranglashmaysiz? U chaqda mening ishlarim tugab bo'lmagan. Pul tepildi Lala. Qiyinchilikmi o'tib ketdi? Subi oz qiynaldimi? Men Subini surishtirdim. Ona faqat ifar degan bir qizning bo'lib ketishdi. Menlik intayin shuqur ekan. Uni qaytirib bekitish niyati bo'lsa, fursatni chang tutmaning qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Subini yana bir o'g'il tunishtiramsiz? Siz bo'ldi ekansiz. Bo'ldi qiling. Nimada qilasiz mallim? O sizdek usulda ish qildiganlarga yordam muhtoj emas. Bo'ldi qayting. Müştəq ciddi vaqtda nimdə kəmməydi deyman. Vay nimanda dəvirsiz. Bizim telefon qısa telefon amada cilulub duratmam amma. Tapsam dəpməməm sizə cilulub duratacaqda.
Sizce aş yüzünüz iyixsizlikten qoqab deb berməyotgan gap. Mən obdan bilməzsiniz. Yo, siz hiç açıştırma. Hey, ben siz dep koyay. Tip basamca dep vermeyme. Hə, şu sizlərningcə həmminlarning içi bək tarkan. Ay bu başlıq arat unuğan tursa onu yandırıb kelişimge bu vaxt onu tıqıb qoyğanlar nimisi deyməm. Ay, o qağaz aldı, qağaz yasaldım diye. Acayip yakılan kızıl kes. Mahram, ben hazır çıkıp bakımız deyme. Siz gideyin ha oldu. Ergiz. Nimige herkes. Ergiz ketmeyəm. Bugün müşahid turub onu tapqanın tapqan. Hey, mal bu avarçılık tuğdurup beğenmişsiniz çoğa. Mən sizə avarçılıq deb vermədim. Siz mən öşqo, mən bu oxşa sizə bək öçüb getdim. Siz çıxdayın ha olma şıxanıma qoyub qoyum. Mən müşahid turub onu saxlığınım saxlığam. Faqat bu müşahid qonuma. Yapıdığan nəsə mi? Şipa. Ümit! Ha, konsanız konuma hemen gideyivereyim. Şikaptı var, yapın neyse. Siz çoğa kol koydum. Sizga xush xabar yetkazay deb telefon qilishim. Bo'pti, men daveray. Men boshliq Qibrabning yoqiga urib, Subeni shirkatga qaytirib kelishga ko'ndadim. Bana neymiş işenmeydiğansız. Ben o'rinimni onun o'tkazib berdim. Bizning shirkatning katibi onu qaytirib kelishga ketgan, lekin texi hech qaytib kelmadi. Meningcha aytlardan qaytib kelish mumkin. Albatta. Aras, mening ishimni qanday qilishimiz? Bo'ldi. Gapingizdan endi olmayapsan. Aql. Xo'sh. Evet. Avazım. Kızbanlı gidelim çıkıyorsun ha. Hı? Siz bir yerimiz kılsız. Oy siz gelsiz of. Ben cimcimen var şu an. Sonra qışdınız mı? Of. He. Bu işğam kep oldunuz ey. Bir canınızı layıqsınız o manda. Kulağım ben herhalde kaçıştım. Gece çıktım. Harap diyen bir şancan şucu yıkılmayla bunu. İşte. He. Ey mişten leptanış bir yoğum kanı. Qıpşıyorsanız keçe talat apanız xapılmamda, ensirmemda. Telefonunuz ettik dahi. Ama yarısılı fokus. He. Apam. Evaza bu men apam soğukşudu benim bana. Nim dep soqşudu araqıştan depma? Ya. Tayaqtım ben ya. Yanımda tire kız oldu bana. Enkirimi aldı bir soğukşu. Oy siz mi ekirsanız buldu kızlarımızdan birini. Ekirsanız o manda kimde ekirettiniz? Ben yaxşı görüyorum kızın enkirmeni. Evan karmani. Odul karan odulumda. He. Siz şu. Ben nim boptum ha? Apam uyga aytgir degan qiz men yaxshi siz shu. Mesmo bu.
Hey, men yaxshi ko'rg'us rasqon. Yaxshi ko'rdim deb ayt. Ishxon kelgandan ko'ngil mana. Demak, men yordam qilaman bu ishda. Nima ishda yordam qilma? Men bilan birga uyga berib, opam bilan ko'rishaman. Hergiz kirmayman. Ham xiyol qilmang. Yilimiz sizning kayningizdan chiqqan gapim oz emas mening. Yordam qilmaysizmi? Qilmayman. Ketasiz. Ketaman. Ma'qul. Men ketibdi baqa xayr qavlamga. Kipar men bilan ishxon uxlab. Nima deydigandi? Ishqilib o'zingiz deb qo'ydim. Allah sizda. Ay chaqchaq qilma. Kessiniz ishmadiribdi. Lekin İkimizden işini bo'ldi qilib dedimi? O'zingizni tutib ishla bilan ha? Uf, voy, siz mo'masab ketibsiz, qarang, ishxonangizni sizga berdim, siz mishan uxlamay ketdingiz. Hay, to'xtama. Nima? Men yaxshi ko'rishdaman. O'tib bering, emas. Ben nimidan qiziqsiz deyman, sizlar cho'g'ingiz shu. Birov o'g'an yaxshi ko'rib qolsa nima bo'lgan? Nim telefonunuz da sizni alımal demişsiniz, hemiz qo'shilaman. Voy, sizga deydigan ortiq talabim yo'q. Meni man qilib qo'ying, ha? Men yaxshi ko'rasiz-ku? Yo'q, men sizni yaxshi ko'rmayman. Adam, siz meni yaxshi ko'rasiz. Ko'zim qarang. Men yaxshi ko'ramsiz? Suymayapsiz. Mana. Altın. Siz beni yaxshi ko'rmadingiz. Hocam! Nima ish qilyapsiz? Nima ish qilyapsiz bu? Nima bo'lgan sizga? Nima shunday ahmoqlikni nima qilamsiz? Nima ish qilasiz bu dorini? O'lib arzimdan. Yo'q. Men bu gullarni men bu dorini gullar qo'yib qo'yay deb tashlagandim ma'lum. Bo'ldi, ortiq o'ylamang, ha? Bo'ldi, ortiq o'ylamang. Ishqisi yo'q. Mana qarang. Ishqisi yo'q, ha? Ortiq o'ylamang. Gullarga masafa. Yo'q, bo'ldi. Men o'zim qo'yay bu dorini. O'zim qo'yay. Bundan keyin bundaqchani men o'zim qilay, ha? Ortiq o'ylamang, ha? Kechda birga qaytamiz juma uyga. Adam aramag'ash turing.